Endi alkenlarning olinish usullarini qisqacha ko'rib o'tamiz. Alkenlarning birinchi olinish usuli kalsiy karbidni gidrolizda asetilyan olinadi. Kalsiy karbid struktur ko'rinishda chizadigan bo'lsak, mana shunday tuzilishli birikma. Uning suv bilan OH bilan, ya'ni suv bilan reaksiyasi natijasida vodorod uglerodga hamda OH guruhi kalsiyga birikishi natijasida kalsiy gidroksid suvdan nisbatan kamroq beradi hamda asetilyan mana shunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Gaz holatidan ajraladi. Bu kundalik hayotda biz ko'rgan reaksiyalardan hisoblanadi. Kalsiy karbidlar xalq tilida garbid deb ataydi. Uni aftagen payvandlash, ya'ni svarkalash jarayonida ishlatiladi. Ajralib chiqqan asetilyan yuqori miqdorda issiqlik ajralishi natijasida yonish jarayonida payvandlash maqsadida ham ishlatiladi. Kalsiy karbid arzon xomashyo sifatida kalsiy karbonatni parchalab kalsiy oksidi hamda unga uglerod bilan reaksiyasi natijasida kalsiy karbid olinadi. Keyingi usulimiz metanning 1500 gradus, ya'ni juda yuqori temperatura 1500 gradus Selsiydan pirolizlab, ya'ni parchalab olinadi. Xo'p, bunda ikkita metan molekulasi parchalanib asetilyan hamda vodorod gazlari aralashmasini hosil qiladi. Yoki buni mana shunday ko'rinishda hosil bo'ladi deb qarashligimiz mumkin. Keyingi usulimiz uglevodorodlarni degidrogenlab temperatura ta'sirida asetilyan qatori uglevodorodlar, ya'ni alkenlarni olishligimiz mumkin. Bu uchinchi usulimiz. Aytaylik, CnH2n ko'rinishdagi alkenlarni degidrogenlab CnH2n-2 alken va vodorod yoki to'yingan CnH2n+2 ko'rinishdagi alkanlardan ham CnH2n-2 hamda vodorod aralashmasini olishligimiz mumkin. Bu uchinchi usul edi. To'rtinchi usulimiz geminal digaloid, ya'ni geminal digalogenli alkanlarga ishqorning spirtdagi eritmasini ta'sir ettirish orqali. Geminal nima degani? Bir uglerodda ikkita galogen atomi joylashgan degan ma'noni bildiradi. Shunday deb qarashligimiz mumkin. Umumiy sxemada ko'radigan bo'lsak, CnH2n aytaylik bunda galogen X2 ko'rinishida hamda kaliy gidroksidning spirtdagi eritmasi. Xo'p, spirtdagi eritmasi ta'sir etadigan bo'lsa, bunda X atomlari kaliy bilan kaliy X ko'rinishida tuz
hamda vodorod OH bilan birikishi natijasida suv HOH hamda tegishli alken molekulasi hosil bo'ladi. Aynan bir modda misolda ko'radigan bo'lsak, aytaylik, mana shunday ko'rinishda berilsa bizga. Aytaylik, galogen o'rnida xlor atomi mavjud. Ya'ni bitta uglerodda xohlasangiz tepaga pastga joylashtirishligimiz mumkin. Hamda S. Bunda ham ikkita vodorod atomini pastga joylashtiramiz va CH3 ko'rinishda berilgan bo'lsa. Bunda birikishi natijasida metallimiz kaliy hamda mayli aytaylik oq rang bilan OH. Bunda kaliy va galogen hamda H va OH birikadi deb qarashligimiz mumkin. Bunda bizga yordamchi bo'ladigan qoida Zaytsev qoidasi hisoblanadi. Zaytsev qoidasi bo'yicha sodda qilib aytadigan bo'lsak, vodorod kam bo'lgan joyda ajraladi. Molekuladagi vodorod kam bo'lgan o'rin 3-uglerod bo'lganligi sababli bu yerda qo'shimcha mahsulotlar kaliy xlorid hamda 2% suv pastga alkenni yozadigan bo'lsak CH3 S 3 bog' hamda CH3 buten 2 hosil bo'ladi yoki shu tarzda boshqacha reaksiyalarni ham yozib ko'rishligingiz mumkin. Endi 5-usuliga o'tadigan bo'lsak, 5-usulimiz ikki asosli to'yinmagan karbon kislota tuzlarining eritmalarini elektroliz qilish orqali ham alkenlarni olishimiz mumkin. Bu 5-usulimiz. Reaksiyani, ya'ni elektroliz jarayonini umumiy ko'rinishda yozamiz. Masalalarda bizga qulay bo'lishligi uchun CnH2n -2 D karbon kislota bo'lganligi sababli molekulada 4 ta uglerod hamda aytaylik kaliy metal berilgan bo'lsin. Metal deb noma'lumlar ko'payib ketmasligi uchun plus suv. Xo'p, reaksiyani umumiy ko'rinishda yozamiz. Xo'p, bu qism ajralib chiqadigan bo'lsa alken bizga ko'rinib turibdi. Aytaylik, mana Cn H2n -2 hamda kaliy 2 indeks qo'yamiz. 2 atomli, 2 asosli karbon kislota tuzi bo'lganligi sababli hamda D karboksillanishi hisobiga karbonat angidrid, katodda vodorod hamda eritmada kaliy gidroksid eritmasi qoladi. Xo'p, shu o'rinda to'ldirib o'tamiz. To'g'irlash. Bu yerda dekarboksidlanishi natijasida ajralib chiqadigan uglerodni ham to'ldirib qo'yamiz. Reaksiyaning umumiy ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Endi aynan bir modda misoli ko'rinishda yozadigan bo'lsak, aytaylik
maliyan kislotaning kaliyli tuzi berilgan bo'lsin. Xo'p, biz bilamiz, eritmada dissotsiyalanish jarayoni sodir bo'ladi. Dissotsiyalab yozadigan bo'lsak, xo'p. Mana ikki bosqichga o'xshash ko'rinish hosil qilamiz. Xo'p, birinchi holatda kation, ikkinchi holatda anion yozib olamiz. Minus minus. Bunda plus suv, kaliy gidroksid hamda vodorod. Bu jarayonda bu ko'rinishdan atsetselen hamda dekarboksilanishi natijasida mana atsetselenni mana shu ko'rinishda yozaman. Hamda karbonat angidrid ajralib chiqadi. Bunda katodda ajraladigan modda vodorod hamda anodda ajraladigan modda atsetselen hamda karbonat angidrid hisoblanadi. Alkenlarning qisqacha olinishi mana shulardan iborat. Endi alkenlarning xossalariga to'xtalib o'tamiz. Alkenlarning xossalari. Alkenlarning fizik xossalari ga to'xtaladigan bo'lsak, dastlabki 3 vakillar S2, S3, S4, ya'ni eten, propen hamda butin 1 hamda butin 2 molekulalari gaz S16 gacha bo'lgan, ya'ni S5 dan S16 gacha bo'lgan vakillari suyuqlik hamda undan keyingi yuqori vakillari qattiq agregat holatga ega bo'lgan moddalar hisoblanadi. Boshqa sinf vakillari singari ularning molekulyar massasi ortishi bilan qaynash hamda suyuqlanish temperaturalari ortib boradi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, bu holatda molekulaning birinchi uglerodida uch bog' joylashishi yoki ikkinchi uglerodiga nisbatan qaraydigan bo'lsak, ikkinchi holatda joylashgan uch bog' saqlagan molekulaning qaynash va suyuqlanish temperaturasi nisbatan yuqori ekanligi tajribada ko'rib o'tilgan. Endi alkenlarning kimyoviy xossalariga to'xtalib o'tamiz. Alkenlarning kimyoviy xossalari. Kimyoviy xossalari bir nechta bo'lganligi sababli guruhlab yozib ketamiz. Birinchi holatda birikish reaksiyalari. Birikish reaksiyalarini ham guruhlab chiqadigan bo'lsak, aytaylik, A ko'rinishda gidrogenlash plus vodorod, B holatni guruhlaydigan bo'lsak, galogenlash, mana galogen, galogenlash. Keyingi ko'rinishda vodorod, galogen, aytaylik HX. Mana galogenni ham boshqacha ko'rinishda X2 deb belgilaymiz. Galogenlash, D gidratlash, ya'ni plus suv hamda deylik, aytaylik darsliklarda berilgan
vodorod, sianid bilan birga reaksiyalar. Har biriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, alkenlarning gidrogenlanishi avval etilen qator uglevodorodlari, keyin -2, keyin etan, ya'ni alkanlar hosil bo'ladi. CnH2n +2 deb birato'la yozib o'tamiz. Bu jarayonga to'xtalib o'tirmaymiz. Avvalgi mavzularimizda ham shu kabi reaksiyalar ko'rib o'tilgan. Endi ikkinchi holatda CnH2n -2 1 ga 2 nisbatda brom bilan reaksiyasi natijasida tetrabrom alkanlarni hosil qiladi. CnH2n -2 brom 4 ko'rinishidagi alkanlarning hosilalari hosil bo'ladi. Endi vodorod galogenatlar bilan reaksiyasi Markovnik qoidasi bo'yicha xuddi alkenlardagi singari sodir bo'ladi. Aytaylik, berilgan bo'lsin propen, vodorod bromid deylik, bilan reaksiyasi natijasida Markovnik qoidasiga ko'ra, ya'ni Markovnik qoidasi nima edi? Vodorod ko'p bo'lgan uglerod atomiga, galogen vodorod kam bo'lgan uglerod atomiga birikadi. Birinchi holatda mana vodorod birikadigan uglerod atomi hamda galogen birikadigan uglerod atomi hosil bo'ladigan mahsulotni yozamiz. CH. Xo'p, aytamiz mana birikkan vodorod hamda C. Mana brom hamda CH3. Endi bu birikmaga ikkinchi bosqich sifatida qarab, ikkinchi jarayonni yozadigan bo'lsak, hosil bo'lgan birikmani yozamiz. Mana CH2 ko'rinishida hamda C brom CH3. Ikkinchi bosqich sifatida qarab jarayon yozadigan bo'lsak, bu holatda ham Markovnik qoidasi bo'yicha ish ko'riladi. Vodorod ko'p bo'lgan uglerod atomiga hamda brom vodorod kam bo'lgan uglerod atomiga birikadi. Bunda CH2 alohida ko'rsatamiz, mana vodorod hamda C brom hamda yangi birikkan brom atomini alohida ko'rsatamiz hamda CH3. Sistematik nomenklatura bo'yicha nomlaydigan bo'lsak, 2,2 dibrom propan deb ataladi. Endi xo'p, 4-holatda, ya'ni gidratlanish jarayonini yozamiz. Gidratlanish alkenlarning gidratlanishini Kucherov o'rganganligi sababli ba'zan shu nom bilan Kucherov reaksiyasi ham deb nomlanadi. Buni aksetilen misolida ko'radigan bo'lsak, aytaylik HOH. Bu holatda Markovnik qoidasiga amal qilmaydi. Ikkala holat simmetrik bo'lganligi sababli mana aytaylik, hop, birikkan vodorod atomi hamda gidroksil guruhi. Bu holat beqaror bo'lganligi sababli qayta guruhlanish jarayoni sodir bo'ladi. Bunda bizga kerak bo'ladigan qoida
organik kimyo bo'limida biz to'xtalayotgan hozircha asosiy 3-qoida. LTEC qoidasi. Bu qoidaga muvofiq molekulada bitta uglerod atomi ham pi bor, ya'ni qo'sh bor, hamda gidroksil guruhini bir vaqtda ushlab tura olmaganligi sababli molekula barqaror holatga, ya'ni qayta guruhlanib barqaror ko'rinishga o'tadi. Buni qayta guruhlanish jarayonini ko'rib o'tadigan bo'lsak, qo'sh bog'ning o'rni o'zgarish hisobiga CH3, hop, bu yerdagi vodorod atomi bu uglerod atomiga ko'chib o'tadi hamda qo'sh bog' bu holatga ko'chadi deb qarashligimiz mumkin. CH3 C, hop, aytaylik, kislorod bu yerda turibdi hamda H. Bitta vodorod birinchi uglerodga hamda qo'sh bog' uglerod kislorod holatiga ko'chadigan bo'lsa, mana shu ko'rinishdagi birikma hosil bo'ladi. Bu jarayon simov tuzlari ishtirokida sodir bo'ladi. Simov 2 sulfat hamda sulfat kislota bilan boradigan jarayon deb qarashligimiz mumkin. Bu molekula, ya'ni bu modda aldegidlar sinfiga mansub bo'lib, uni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlaydigan bo'lsak, xuddi alkanlar singari alkan molekulasida ikkita uglerod bo'ladigan bo'lsa, etan. Endi etanga aldegidlardagi au suffiksi qo'shilishi hisobiga etanol yoki tarixiy nomi sirka aldegidi ham deb nomlanadi. Sirka aldegid. Bu alkenlarning dastlabki vakili. Keyingi vakilda ko'rib o'tadigan bo'lsak, plus suv. Suv nuqtaylik ma'nosida shu ko'rinishda yozyapmiz. Simov tuzlar ishtirokida jarayon sodir bo'ladi. Xo'p, bu holatda ham endi bu holatda bizga ma'lum Markovning qoidasi bo'yicha jarayon sodir bo'ladi. Mana vodorodning keladigan o'rni hamda OH guruhining keladigan o'rni. Xo'p, ushbu reaksiyada hosil bo'ladigan beqaror molekulani yozadigan bo'lsak, hop, CH mana kelgan vodorodni alohida ko'rinishda yozamiz hamda C OH CH3. Bu to'yinmagan spirt hisoblanadi hamda molekula beqaror ekanligi ta'kidlab o'tildi. Bunda bu holatdagi vodorod birinchi uglerodga hamda qo'sh bog' bu holatga ko'chishi natijasida hosil bo'ladi. Mana barqaror ko'rinishni qayta guruhlangandan keyin CH3 bu ko'rinish hamda C qayta guruhlangan holati CH3. Bu yuqoridagi aldegiddan farqli ravishda ketonlar deb nomlanadi. Xuddi alkanlar singari molekulasida 3 ta uglerod saqlaganligi sababli propan ketonlarda 10 suffiksi qo'shilishi sababli propan 10 deb nomlanadi yoki biz biladigan tarixiy nomi ertush sifatida ishlatiladigan aseton nomli birikma hisoblanadi. Xuddi shu ko'rinishda keyingi vakillarni ham yozib ko'rishligingiz mumkin. Endi vodorod sianid bilan birikish reaksiyasini qisqacha ko'rib o'tadigan bo'lsak, aytaylik, mana asetilin hamda HCN.
birikishi natijasida hosil bo'ladi CH2 ikkala vodorod hisobiga CH2 hamda Cl ko'rinishidagi birikmani hosil qiladi. Bu alkenlarning birikishiga oid reaksiyalar edi. Endi alkenlarning keyingi reaksiyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, alkenlarning almashinish reaksiyalarini ko'rib o'tamiz. Almashinish reaksiyalari. Almashinish reaksiyalari organik kimyoda ko'p uchraydigan Tollens reaktivi, ya'ni kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan sodir bo'ladigan reaksiyalarni ko'rib o'tamiz. Mana asetilen, Tollens reaktivi kumush birvarakli holatdagi oksidining ammiakdagi eritmasi bilan sodir bo'ladigan reaksiyada vodorod va kumush almashinishi hisobiga mana aytaylik, vodorod hamda bu vodorod bilan almashinishi hisobiga kumush atsetilenet, ya'ni erimaydigan cho'kma holatida bo'ladi hamda suv hosil bo'ladi. Keyingi vakillarida ko'rsak, faqatgina harakatchan vodorod hisobiga jarayon sodir bo'ladi. Bu holatda qo'shboq saqlagan ikkinchi uglerodda vodorod bo'lmaganligi sababli faqat birinchi ugleroddagi harakatchan vodorod almashinadi. Endi bu holatda faqat birinchi uglerodning vodorodi almashinish hisobiga mana shunday ko'rinishdagi birikma hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirishlik uchun ikki koeffitsient qo'yamiz ikkala birikmaga. Yoki keyingi vakila buten birda ham shu ko'rinishdagi jarayon hosil bo'ladi hamda birinchi uglerodning vodorodi kumush bilan almashinadi. Yoki mana shu tipdagi buten 2 ko'rinishidagi birikmalar bilan kumush oksidining ammiakdagi eritmasi reaksiya bermaydi. Chunki qo'shboq saqlagan uglerod atomlari vodorod bilan bog'lanmaganligi sababli almashinish jarayonlari sodir bo'lmaydi. Endi keyingi reaksiyamizga o'tadigan bo'lsak, alkenlarning polimerlanishi.
Alkenlarning polimerlanishi polimerlanishini shartli ravishda A dimerlanish sifatida qaraydigan bo'lsak, bunda ikki molekula atsetilen dimerlanishi hisobiga, ya'ni ammoniy xlorid va mis 2 xlorid tuzlari ishtirokida jarayon sodir bo'ladi hamda bunda to'g'rilash shu o'rinda ikkala molekula birikishi hisobiga CH hamda CH2, ya'ni bu birikma vinil atsetilen, bu qismi vinil, bu qismi atsetilen ratsional nomenklatura bo'yicha yoki sistematik nomenklatura bo'yicha raqamlaydigan bo'lsak, darsimiz boshida to'xtalib o'tdik. Raqamlash qo'shboq yaqin bo'lgan holatdan boshlanadi. Molekulani sistematik, ratsional aytdik. Vinil asetilen, vinil asetilen yoki sistematik nomenklatura bo'yicha nomlaydigan bo'lsak, 4 ta uglerod bo'lganligi sababli buten 1, birinchi uglerodda qo'shboq bor hamda uchinchi uglerodda uchboq bo'lganligi sababli in 3 deb nomlanadi. Bu alkenlarning dimerlanish jarayoni edi. Shartli ravishda B deb trimerlanishini ko'rib o'tamiz. Trimerlanish. Xo'p, biz tasavvur qilishimiz uchun soddaroq ko'rinishda chizamiz. Aytaylik, taxminan ko'rinishi benzolga o'xshash. Endi 3 molekula atsetilenga o'xshash ko'rinish hosil bo'ldi. Bunda aktivlangan ko'mir ishtirokida trimerlanish jarayonida aromatik uglevodorodlar hosil bo'ladi. Endi yozadigan bo'lsak, mana shu ko'rinishdagi aromatik molekula. Buni boshqacha ko'rinishda chizadigan bo'lsak, mana shunday ifodalashligimiz mumkin bo'ladi. Bu aromatik birikmaning nomi aromatik hidiga ega bo'lgan, ba'zida benzin hidini ham eslatadi, benzol hosil bo'ladi. Endi alkenlarning oxirgi kimyoviy xossalaridan biri oksidlanish hamda yonish jarayonlariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. To'rtinchi xossa sifatida qaraydigan bo'lsak,
oksidlanish reaksiyalari. Oksidlanish reaksiyalari. Xo'p, shartli ravishda A. Alkenlar oson oksidlanadigan bo'lsa, hop, aytaylik, asetilen. Xo'p, asetilenni qulay bo'lishligi maqsadida boshqacha ko'rinishda yozamiz. Oksidlanishi qisqacha bir bosqichda to'xtalib o'tamiz. Oson oksidlanganda ikki asosli karbon kislotalariga qadar oksidlanadi. Bu kislotaning nomi etan dikarbon yoki tarixiy nomi oksalat kislota deb nomlanadi. Oksalat kislota. Agar qiyinroq oksidlanadigan bo'lsa, ya'ni kuchli oksidlovchilar ta'sirida kaliy dixromatning kislotali muhitida yoki kaliy permanganatning kislotali muhitida oksidlanadigan bo'lsa, molekula parchalanib, mana shu joydan parchalanishni alohida ko'rsatamiz. Parchalanib, chumoli kislotaga qadar hamda chumoli kislota oson oksidlanishi hisobiga karbonat angidridga qadar oksidlanish jarayoni sodir bo'ladi. Alkenlarning yonish reaksiyalari alkadenlarga o'xshaganligi sababli alkenlarning yonish reaksiyalariga to'xtalib o'tirmaymiz. Alkenlarning xossalari qisqacha mana shulardan iborat edi.